jahldor qiyofaga. Yo'q, o'zi tabiatan jahldor yoki sokin insonlar bo'ladi-da. Sen biroz tabiatan jahldor insonlar nimasiga kirasan, toifasiga. Xo'p, qara. Mana bu seni miyang, o'rtada turgan asab tolalaring. Jahlingni ko'tarilishiga sabab bo'luvchi nimadir voqea deb hisoblaymiz qo'rquvni. Nimadir voqea sabab bo'ldi-yu, sen asabing lov etib yondi. Kimdir muloyim gapirib, yaxshi gapirib, qo'ying, asabiylashmang desa ham asabiylashasan. Ko'ryapsan-a? O'zingni tanangga, atrofingdagilarga zarar berishni boshlading. Qo'ying endi asabiylashmang degan gap asabiylashtiradi, to'g'rimi? Endi yana kimdir kelsa-da senga ataylab, hozirgi tilda aytganda seni podjigать qiluvchi odamlar bo'ladi, nervingni kuchaytiruvchi. Qo'ying nervini chiqmang. Voy, bilasizmi? Ana u bunaqa dedi. Men bu bunaqa dedi, yondi. Ko'ryapsan-a? Alanga olyapsan. Asabing alanga olyapti. O'zing qo'rqyapsan o'z asabingdan. Lekin o'sha vaqtdagi seni ko'rinishing, yuzing, holating, qiyofang va og'zingdan chiqayotgan so'zlar, umuman jahldor holatingdagi holat kimga zarar berdi? O'zingga, atrofingdagi ota-onang, oilangga.